Turk qizlari chiroyli, lekin baribir o'zimizni millatnikiga yetmaydi. Chunki bilasizlar, bu yerda boshqacha monarxiya. Ya'ni aytmoqchimanki, erkaklar ikkinchi o'rinda, ayollar birinchi navbatda. Hatto shunaqa voqealar bo'ladi. Er biron nima desa, xotini sudga murojaat qilib butun boyligini olib qo'yishi mumkin. Bu Xalich daryosimi, ko'limi esimdan chiqdi xullas. Shunaqa. Universitet. Har doimgidek ziyorat yerlarga kelganda ziyorat maskaniga borguncha har xil tasbihlar, har xil kerakli narsalar albatta sotiladi. Bu har bir davlatda, har bir ziyorat maskanlarida bor. Avval tijorat, keyin ziyorat. Astag'firulloh. Shunga o'xshash holat. Eyüp Sulton maydonida biz Salohiddin Ayyubiyni jomelarida, ya'ni masjidlarida va ularning qabrlarida biz bu kirish qismi. Bilamiz, islom tarixida buyuk shaxslar bor va buyuk shaxslardan biri bo'lgan Xayrli kun Eyüp Sulton meydoni. Bu jamisi. 1-2 oy bu yerda odam ko'p. Keyin qizig'i hozir olmadim. Kirib kelishda targovli bo'l religiyosni, ya'ni diniy taraflama sotuv ishlari, ya'ni tasbihlar, ro'mollar, turli xil diniy kitoblar, ajoyib. Camining ichi. Salohiddin Ayyubiyni Istanbuldagi qabri ziyorati. Masjidning ichki qismi, bog' qismi. Mana bu daraxt o'sha davrdan beri saqlanib qolgan deyishadi. Endi bilmayman qanchalik. Keyin mana bu yer ham qanaqadir muqaddas, bilmayman. Odamlarni qarang. Duo qilib masjidga sig'inib yotibdi. Juda yomon turklarda shu narsa bor. Ichkarida ham e'tibor bersalaring, qabrga qarab tilanib yotishibdi. Bu juda yomon narsa. Bu yer odatda mana shunday ulug', masalan bizda Imom al-Buxoriy, Termiziy yoki olaylik, endi Imom al-Buxoriyni olaylik. Imom al-Buxoriy yerlarida borganimizda, oldin bizda ham millatimizda bo'lganda shu narsa, lekin alhamdulillah hozir kamaydi. Shirk keltirib qo'yish, o'zlari bilmay shunaqa gunoh amal qilib qo'yishlik mumkin edi. Ya'ni o'sha o'lib ketgan buyuk allomalarni qabrlaridan madad so'rash, duo qilish, bu juda noto'g'ri. Shuning uchun eng afzali u yerda mana shu qabrda uxlab yotgan o'sha qabr ahli, ya'ni ahli ilmlardan avvalo ular nima deydi, ularning haqqiga Qur'on tilovat tushirib, duo qilib va shu yerning fazilati ila shunaqa ulug' zotlarni nima deydi, yaratgani va mana shunday ummatga xizmat qilgani va aziz qilib yaratib mana shu yerlarda qabrlarini yetkazdirgani hurmatidan, shu yerni azizligidan senga duo qilaman, inshaalloh duolarim mustajob bo'lsin desa, ana shu maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Allohu a'lam.
Echki o'rinishi masjid.